Domga hozir domofon qo'yib, nech pul topishimizni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Narxini videoning oxirida aytib o'taman. Xo'p, hozirgi narxlarimiz: monitorimiz $82, $73ga vizimnoyimizni oldik va $20ga Kudipoy switchimizni oldik. Xo'p, instrumentlarni olamiz. Instrumentlarimiz har doimgidek bor. Drill kerak bo'ladi, naborlarimiz kerak bo'ladi. Sumkamizni olamiz. Testerimiz. Simimiz tashab ketishgan. Monitorga ham bu yoqqa mana sim tashab ketishgan. Xo'p, endi buni razverish joyiga aniq va mos keladi. Izolenta shou boshlandi. Ochishga harakat qilamiz. Izolentam yaxshi ko'raman, turgul bo'lishi kerak. Kalso yopilib ketadi. Qo'ydim. Simlarni tiqib o'xshatib kirdi. Qo'lga olamiz. Mo'shnimi? Yondimi bu? Lekin zo'r chiqdi mana. Chiroyli qilib. Bunaqa yechimlarni faqat biz qilamiz. Izolenta qilmasdan turib ham shunaqa holatda qilsa bo'ladi. Xo'p, qo'yib bo'ldik. Zakonning Wi-Fi bo'lib qo'ysa, bu ishlaydi keyin. Bo'ldi, cho'tki aka. Ishimizni ham bitirgandan keyin pulimizni hisob-kitob qilib oldik. 50 qo'shamiz. Mayda-chudaga 30 ketdi. Ishimiz 230 atrofida bitdi. Mijozimiz bo'lgani uchun skidka qilib berdik. 200 oldik, qolganini karta qilib berdilar. Nima deysizlar? Bu ishga arziydimi bu pul?